Yangi qurilayotgan Real Madridda ba'zi futbolchilarning porlashi, ba'zi birlarining esa sinishi kutilayotgan edi. Ya'ni jamoadan ketishi desak ham bo'laveradi. Ammo amalda Alonso davrida ayrim futbolchilar, ya'ni biz kutgan futbolchilar umuman maydonga tushmayapti. O'tgan mavsumda zaxirada qolib ketayotgan futbolchilarni esa Xabi Alonso asosiy tarkib futbolchisiga aylantirib qo'ydi. Assalomu alaykum. iFootball YouTube kanalida Rikoshet dasturi. Alonso davrida sinib borayotgan futbolchilar haqida gap ketganda, birinchi o'rinda men Enrikni qo'ygan bo'lardim. Ya'ni teskari sanoq bo'yicha emas, birinchi o'rindan boshlaydigan bo'lsak, bu shubhasiz Enrik. Braziliyalik futbolchi yozda 9-raqamni qo'lga kiritdi yoki unga taqdim etishdi, balki raqam bo'sh qolganligi uchun braziliyalik futbolchiga berishgan bo'lishi ham mumkin. Lekin o'shanda ommaviy axborot vositalari aynan Alonso Enrikni Mbappega sherik qilib qo'yadi va Real Madridning eng asosiy futbolchilaridan biriga aylantiradi degan xabarlarni tarqatgan edi. 2024-yilda 37,5 million yevro evaziga va qo'shimchalari bilan 60 million yevroga xarid qilingan futbolchi o'z kelajagini deyarli boy berayotgandek. Ba'zi bir o'yinlarda Mbappe charchab qoladi yoki hisob shunchalik yaxshi bo'ladiki, ya'ni komfort hisobda bo'lgan paytida ham Alonso Enrikka hech qanday imkoniyat bermayapti. O'shanda ham Gonzalo Garcia'ni ko'proq ko'ryapmiz. Carlo Ancelotti katta o'yinlarda ham Enrikka imkoniyat berardi, ya'ni zaxiradan maydonga tushardi. Agar futbolda 11 ta o'zgarish bo'lganda ham, meni fikrimcha Alonso Enrikka imkoniyat bermaydi. Ikkinchi o'rindagi futbolchi esa Eduardo Camavinga. To'g'ri, biroz tahlikali variant, chunki uning ismiga qo'shiqlar yozilgan, uni Real Madrid futbolchilari ancha yaxshi ko'rishadi. Nega Camavinga bu mavsumda juda ham ko'p amaliyotga ega bo'lmayapti? Birinchi sababi u jarohatda edi. Mavsum boshlanishida u 3 ta 4 ta uchrashuvni jarohat sababli o'tkazib yubordi. Lekin jarohatdan qaytganidan so'ng ham Alonso unga imkoniyat bermayapti. Biz ko'rdik, Tchouameni va ko'proq Sebaliosga imkoniyat qaratyapti Alonso. U Alonso qo'l ostida atigi 79 daqiqa harakat qildi. Espanyol bilan o'yinda u atigi 1 daqiqa, Levante bilan o'yinda esa 9 daqiqa harakat qildi. Lekin Camavingada Enrikka nisbatan biroz imkoniyat yuqoriroq. Hech bo'lmasa Alonso uni 1, 9 yoki 20 daqiqa qilib bo'lsa ham maydonga tushiryapti. Uchinchi o'rindagi futbolchini bemalol tanqid qilsak ham bo'laveradi. Bu futbolchi David Alaba. Real Madridga kelganiga 5 yil bo'layotgan futbolchi, mana shu 5 yil mobaynida hech qanday foydasi tegmadi. To'g'ri, jarohat olgan bo'lishi mumkin yoki chempionlik paytida stulni ko'tarib nishonlagan bo'lishi mumkin, lekin o'yin davomida David Alabani deyarli biz yaxshi harakatlar qilganligini, to'g'ri, ba'zi o'yinlarda jarimadan gol urgan uchrashuvlari bo'lgan. Umuman olganda, mana bu 5 yillik faoliyatini statistikalarda ko'radigan bo'lsak ham, uning statistikasi juda ham yomon ahvolda. David Alaba 102 daqiqa harakat qildi. Alonso bunga ishonmayapti va qaysi ma'noda u haqli ham. Uning maydonga tushayotganligining asosiy sababi Dinhausenning qizil kartochka olgani va jarohat olgani, shu qatorda Rudiger va Militao kabi futbolchilarning uzoq muddatli jarohati. U mana shuning evaziga 102 daqiqaga ega chiqqanligi rost. U Real Madridga 2021-yilda kelib qo'shilgan va uning maoshi juda ham katta. Yiliga 18-20 million yevro atrofida. Alaba mavsum so'ngida erkin agentga aylanadi va Real Madrid qaysi ma'noda undan qutulishni xohlayapti. Uning maoshi va asosiy tarkibni band qilib kelayotganligi Real Madridning ko'plab muxlislari tomonidan tanqid qilinadi va katta ehtimol David Alaba Madriddagi so'nggi mavsumini o'tkazyapti. Va shuni ham aytish kerakki, David Alaba va Xabi Alonso bitta tarkibda maydonga tushgan. Bavariya safida bu ikki futbolchi birgalikda juda ko'p o'yinlarni o'tkazishgan. Ular sobiq jamoadosh bo'lsa ham Alonso hech qanaqasiga Alabani ayab o'tirmayapti. Ya'ni kimning formasi yaxshi bo'lsa, kim maydonga tushishga haqli bo'lsa, o'shani tushiryapti. So'lib borayotgan futbolchilarning dastlabkisi braziliyalik bo'lganidek, oxirgisi ham braziliyalik futbolchi, ya'ni Rodrigo Goes. Real Madridda oxirgi mavsumni o'tkazyapti deb qaralayotgan va qaysidir ma'noda Real Madridning navbatchi futbolchisi bo'lib bergan. Bir necha mavsumlarda u Alonso davrida hozir zaxira futbolchisi, lekin Ancelotti davrida ham asosiy tarkib futbolchisi emas edi. U Xabi Alonso qo'l ostida bu mavsumda 313 daqiqa harakat qildi. Umuman olganda bu yomon emas, lekin o'tgan yilning mana shu davrigacha Rodrigo 810 daqiqa Real safida maydonda bo'lgan. 3 barobar o'yin amaliyoti ko'proq. Uning transfer bahosi ayni paytda 83 million yevroga baholandi. Katta ehtimol bilan u yozgi mavsumda Madridni tark etadi. Bu ro'yxatga Brahim Diasni ham qo'shishimiz mumkin edi, lekin u o'tgan mavsumda ham Real Madridda deyarli mana shuncha daqiqalar harakat qilgan. Umuman olganda Brahim Diasning Real Madriddagi roli o'zgarmagan, lekin unga imkoniyat berilmayotganligi ham rost. Alonsoning Real Madriddagi davri yaxshi va uzoq kechadigan bo'lsa, katta ehtimol mana bu 5 nafar futbolchini kelasi mavsumda ko'rmasligimiz mumkin. Alonso bir nechta futbolchilarni ham kashf etganligi rost. Misol uchun Gonzalo Garcia. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatida u bir nechta gollar urdi va muxlislarning sevimli futbolchisiga ham aylandi. Aynan hozirda Mbappe zaxiraga olinsa, katta ehtimol bilan Alonso Gonzalo Garcia'ni maydonga qo'shyapti.
Xabining Real Madriddagi eng katta ish haqida gapirilsa, bu shubhasiz Arda Güler. Uni nafaqat asosiy tarkib futbolchisiga aylantirdi, nafaqat unga ko'p o'yin amaliyoti beryapti, balki biz yangicha Arda Gülerni ham ko'rdik. Uning formati, o'yinni nazorat qilishi, umuman olganda markazni boshqarishi ham yuqori darajagacha ko'tarildi. Alonso vaqtida o'zi qanday futbolchi bo'lgan bo'lsa, xuddiki Arda Gülerni o'ziga o'xshatib borayotgandek. Kimdir uni yangi Modric, kimdir uni yangi Kroos deyapti, lekin bizning fikrimizcha u yangi Xabi Alonso bo'lishi mumkin. Shu bilan bir qatorda yangi transferlarni ham Xabi Alonso albatta transfer qilayotganda Alonso birinchi navbatda o'zi xohlab amalga oshirgan va ikkinchi navbatda ularni jamoaga moslashtiryapti. Franco Mastantuono, ya'ni argentinalik futbolchi haqida gap ketadigan bo'lsa, u Real Madridda Rodrigoning o'rnini egallab oldi va qaytanga Brahim Dias ham maydonga tushirilmayapti. Buning sababi esa Franco Mastantuono o'z qanotida yaxshi harakat qilayotganligi. Hujumlarni tashkil etishda, umuman olganda vaziyat yaratishda Alonso jamoasida Mastantuononing roli kattalashib boryapti va u katta ehtimol Alonso jamoasida o'ng qanotni egallashi kutilmoqda. Dean Housenni ham alohida ta'kidlash kerak. Antonio Rudiger, Eder Militao va Raul Asensio bilan birgalikda harakat qilayotgan himoya chizig'i endi esa Dean Housen atrofida qurilyapti. To'g'ri, u bilan ba'zida Rudiger, ba'zida Militao, ba'zida Raul Asensioni ham ko'ryapmiz, lekin Real Madridda bir vaqtlar bo'lardi, ya'ni Ramos, uning oldida Varan va ko'pincha Varan o'rniga Nacho bo'lishi mumkin edi, lekin asosi Ramosdan iborat edi. Xuddiki Barselonada Pique va uning oldida Umtiti o'ynagan paytlar bo'ldi, Langley o'ynagan paytlar bo'ldi. Ya'ni har bir jamoada bir futbolchi, ya'ni bir markaziy himoyachi bo'ladi va uning oldida futbolchilar almashib yuradi. Bu Van Dijk bo'lishi mumkin yoki boshqa jamoalardan ham misol keltirishimiz mumkin. Nega singan futbolchilar haqida gapirganimizda na Fran Garcia, na Ferland Mendini qo'shdik. Chunki Ancelotti davrida bu ikkala futbolchi, gohida Mendy, gohida esa Fran Garcia maydonga qo'shilardi, lekin ikkalasi ham asosiy tarkib futbolchisi bo'lmagan va ikkalasi ham yulduz sifatida, ya'ni bir porlab Real Madridning bir shaxsiyat futbolchisi sifatida gavdalanmagan edi. To'g'ri, ikkalasi ham yaxshi futbolchi, lekin hozirgi Alvaro Carreras darajasida emas. Carreras o'sha Real Madridning afsonasi Salgadoni eslatib yuboradi. Umuman olganda bir mubolag'a qilib aytadigan bo'lsak, Fran Garcia va Ferland Mendy Alonsogacha sinib bo'lgan edi. Alonso ularni sindirish uchun biroz kech qoldi. Trent Alexanderni hali jamoaga qorishtirib yuborgani yo'q va shu qatorda Carvajalni ham sindirib yuborgani yo'q va bu futbolchilar haqida fikr bildirishga hozircha biroz vaqtli hisoblanadi. Jude Bellingham esa yelkasidan operatsiya qilinganligi bois ancha uchrashuvlarni o'tkazib bordi va tushgan uchrashuvlarda ham asosan zaxiradan qo'shilyapti. Real Madrid mavsumini bemalol mavsum o'rtasida va oxirida tahlil qilsak yana ham yaxshiroq bo'ladi. Sababi qaysi futbolchilar hali porlab ketishi mumkin, qaysi futbolchilar esa zaxira o'rindig'iga o'tirib qolishi ham mumkin. Xabi Alonso kimga ishonadi, kimni zaxirada qoldiradi? Albatta buni mavsum davomida ko'ramiz. Albatta siz ham fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ya'niki Alonso qaysi futbolchiga imkoniyat berish kerak va qaysi futbolchiga kerakdan ko'p imkoniyat bermoqda. Navbatdagi sonada esa biz qaysi jamoani tahlil qilishimiz kerak? Siz esa izohlarda yozib qoldiring.